qamar lablaringdan yanar edim men, xumor edim men. Voy, lochinim liklashimizni qarang. Qizimizga bugun birdaniga 3 ta sovchi kelmoqchi. 30 yilda bitta ham kelmagan, bir kunda 3 ta. Baxt kelsa bo'ktirib barkanda ketdik. Короче, tema boboy. Qizizni menga bersangiz, 3 yilda milliarder bo'lib ketamiz. 3 yilda milliarder? Ona yana bir o'ylab ko'rakchi. А есть подарим бургам, фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его... Ye, qayerqasi kelding? Mana bunaqasi keldim. Tezda shunaqasi yo'qol bor. Bekor haydavordingizda lochinim. Yana ikkita kuyov bor, rohat, ha? Assalomu alaykum, papul. Agar qizingizni menga bersangiz, dard cheksa Ibn Sinoni uyg'otaman. Oldin parasatni uyg'otish kerak, ana buni. Choydan ichingchi o'zingiz yeb ketarsiz. Yoqib olmanmi? Bitta o'ylab ko'rakchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hoji, yaxshimisizlar? Ha, o'zingizlar. Yeb onangni. Yomon xushbichim yigitmikan? Yaxshimisiz? Qizinglar menga beringlar. Mendan ham zurriyot qolsin. Bekardan shuncha mol dunyo zavodlarni itga tashlab ketmay. Ha? Mol dunyo zavod deydimi? Ja, dadil gapiraveryapsiz.